Sizlar so'rab ketgan cho'ng kichkamiz qila oladigan shika prangning barisiga elib keldik. O'yinimizni guanjo qilib, mazmunga diqqat qiling. Shika prangning yetarli materiallar: tuxum 4 dona, shakar 260 gram, sumay 230 gram, süt 100 gram, su 60 gram, asal 60 gram, soda 10 gram, soda 7 gram, un 1 kilogram. Avval shakarni to'kib olamiz. Sumay, süt, su, tuxum, asal, hamda xuruchlarni shakar ergichilik oraliqda elashtirib tayyor qilib olamiz. Shakar erib bo'lgandan keyin biz mushu poda bilan sodani silib, bir necha chuqur elashtiramiz. Hamda unni to'kib xamir yo'g'irib olamiz. Unni ikki bo'lakka bo'lib turib yo'g'iraymiz. Ba'zi ular suv yeydi, ba'zi ular suv yemaydi. Shuning uchun unning avvalo qartash ikki bo'lakka bo'lib turib yo'g'irsak bo'ladi. Mana xamirimizmi intayin qo'lga yiqishli yumshoq holatda yo'g'irilib tayyor bo'ldi. Biz endi 5-10 minut tindirib, ondan qilib olamiz. Xamirimizni tinib tayyor bo'ldi. Biz bu xamirning ostiga qurg'unni chechib etgandan keyin tekshi qalinlikda yeyib olamiz. Mana tekshi yeyib oldik. Xamirimizning qalinligi mana shunchalik bosib bo'ldi. Qilibdan ilib, shakarga ching besib, ondan lasq tizib olamiz. Kavşağının gradusi asti 190 gradus, üstü 210 gradus, 18 minut etrafta pişirip ilvasanlar buludu. Mana pişirqimizmi pişib tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Undaqda do'yinimizni guanjo qiling. Kelarki mazmun teximiz har xil. Men Xumar, pishiriqni mendan so'rang.